Qur'oni Karimda bir sura bor, 30 oyatdan iborat. Mulk surasi. Shu sura meni ummatimdan har bir insonning qalbida bo'lishini istar edim deydilar. Muhammad ummatini har birini qalbida bo'lishini, shu suradan yoddan turishini Rasululloh akram alayhisolatu vassalom orzu qilganlar. O'zlari ta'kidlangan sahih hadislarda aytilishicha, surai mulkni o'qimasdan uxlamaganlar. Taborak surasini o'qimasdan uxlamaganlar. Bir inson safarda uzoq yurib, kechasi charchab, bir yerda to'xtab, o'ziga bir yotoq tayyorlab, ustini yopib, boshqa qilib yotibdi, uxlash uchun. Charchagan, qorong'i bo'lgan. Yotsa, qulog'iga yer tagidan Taborak surasini ovozi kelyapti. Bir inson Taborak surasini o'qiyapti, yotgan odamni qulog'iga yer tagidan chiqyapti. Hayron bo'ldi haligi odam. Ertalab turib qarasa, bilmasdan qabrning ustiga yotib olgan ekan. Ya'ni boshini qabrning nasiga qo'ygan ekan. Qorong'ida ko'rmagan. Hayron bo'lib Rasululloh akram alayhisolatu vassalomning huzurlariga borib aytdilar haligiga. Ha dedilar, to'g'ri dedilar. Bu sura munjiya, najot beruvchi sura. Qabr egalariga najot beradi.